Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar, qarmanglar. Bugungi video rolikimizda Urganch dehqon bozorindagi arzon jenskiy go'ynaklarni navbatdagi obzorni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Video rolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar, hurmatli yurtdoshlar. Ilhoma go'ynaklari yana skidga qo'yib berdi. Xudo xolasa video davomida ko'rib boramiz, obunachilar. Birinchi Ilhomani mestasini tushuntirishdan boshlayman. Oldimizda birinchi zakritiy bo'ladi. Urganch dehqon bozori yonidagi birinchi zakritiy, shuni yon boshida 5 blok tarafi o'tadigan darvoza bor. Shu birinchi darvozadan chiqasda o'ng taraflaringizda joylashgan bo'ladi. Assalomu alaykum Ilhoma, qarmang, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz, qalaysiz? Charchamayapsiz? Allohga shukr. Portlatyapmiz-da skidkalarni. Albatta, xudo xolasa bizda yangiliklar ko'p bo'lyapti. Mana eng arzonidan qo'yishni boshlayman. Faqat birinchi kun dushanba kunlikka. Mana ko'ylakning modasini yaxshilab ko'rib oringlar. Fatishilar. Qarang. 20 ming so'm. 20 ming so'm? 20 ming so'm. Yo'q, dushanba kunlikda faqat bir kun. Birinchi kun. O'tgan safar necha tushiradi? O'tgan safar 25 ta. Yo'q, uni modasi 20 ming so'm. Havo. Mana bularning modasi 25 ming so'mdan. Faqat dushanba kunlikda. Dushanba kuni. 25 ming so'm. Nechanchi chizsa bo'ladi shunda? 21 bo'ladimi? 21 bo'ladimi? Bu 19, 20, 21-aprel bo'lishi kerak. 21-aprelga. Endi dvoykalarimdan kelgan poplin, usti pasti pari bilan. Xullas dushanba kuni, obunachilar, dushanba. Video chiqqandan keyin dushanba kuni bo'ladi. Qarang, buni rasvetkalari ko'p, 48, 50, 52 razmer, lekin deyarli bir xil. Materiali zo'r, poplin, chiroyli, akkuratli ishlangan rasvetkalari ko'p. Ishtoni bilan bunga ham skidga qo'yamiz 40 ming so'mdan. Usti pasti pari bilan. 40 ming so'm. Bunaqa narx bo'lmagan hech qayerda, xudo xolasa. 40 ming so'm yo'q, usti pasti bilan. Yengi ham uzun. Pari ham bor. Pari ham kichkina narsa emas. Soni nechadan endi buni? Soni endi 300 ta kelgan, xudo xolasa ungacha sotmayman. Menimcha yurtdoshlar, qaranglar. Faqat birinchi kun, dushanba kuni bo'ladi skidga, 21-aprel bo'lsa. Keyin qaranglar, sonlari kam ekan. Shuning uchun ulgurib qolasizda. Tumanlardan keladigan yurtdoshlarimiz, men kafolat beraman, Ilhom ham kafolat bermaydi. Qolmasligi mumkin. Keyin yanlaringizdan keyin qolmadi deb xafa bo'lib ketishingiz mumkin. Bu narsalar ko'proq keling shunda. Imkon qadar tikib usvet qilishmayapti. Bundan nima qilib qo'yganman, ana sklatimda rasvetkalar turibdi, yaqinlashtirib ko'rsataman. Yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Dushanba kuni, aka, dushanba kuni skidga bo'ladi. Haftaning birinchi kuni. Kelaverasiz. Yo'q, hozir 65 ming sotilyapti. Mana ularım bor. Yo'q, detskiyim yo'q. Mana ularım 30 ming so'm sotilyapti. Dushanba kuni 20 ming so'mdan. Mana qayta yana ko'rsataman. Ranglari bor, modasi xuddi shundan. Men bularni 21 bo'ladimi aka dushanba? Men 19 da o'xshaydi. 25 ming so'm bular. Dushanba kuni 25 ming bo'ladi. Keyin mana modalari mana belida ikkita ipi bor, ikki tomonga nima qilinadi. 25 ming so'm. 35 dan bular. 25 ming so'mdan qo'yaman mana shularni. Dushanba kuni. Faqat bir kun xolos. Boshqa kuni yo'q. Shu tigordan ko'pmi? Bulardan ko'p, xudo xolasa, pachkalar. Duvoyga 40 ming so'm bo'ladi dushanba kuni, obunachilar. Lekin sonlari cheklangan. Xudo xolasa dushanba kunga kelaverasizlar. Ertaroq kenglabga. Albatta. Uylaringiz uzoqda emasmi lekin? Xivodan kelasizmi aka? Endi undan tashqari yangiliklarim yana sal xiyroqdan aka, qolmasligi mumkin aka. Yaxshi aka. Xudo xolasa, murskolarim ham bor, trikolarim mana. Bir chekkadan ko'rsatsam, trikolarim 50 dan boshlanadi, 66 gacha razmerlilar. Narxi 25 ming so'mdan. Hammasi xibit nimalar ham bor, plashovkalar ham bor. Funta mana, funta material. Ves Xorazm bozorlarida 35 mingdan sotishyapti. Menda 25 ming so'm. Kelaverasiz. 25 ming so'm triko. Razmerlari bor. Yog' beradimi menga? 25 ham 25 ming so'mdan. Mana shortiyda ham katta variantlaridan ham bor. Mana. Men iriroqman deganlar ham kelaverasiz. Bu Bom 25 ming. Ha, hammasi 25 ming so'mdan. Katta 25 ming so'm hozirmi? Mana. Hech nima bermaydi-ku. Shortiyda qarang, kattaligini. Mana 25 ming so'mdan. Saylaganiz. Futbolkalar ham 25 ming so'mdan. Faqat dushanba kuni. Esdan chiqmasin. Ha, bular ham dushanba kuni. Bular ham dushanba kuni 25 ming so'mdan. Endi markiza ko'ylak dvoykalarim ham ko'p. Xudo xolasa ularni ham sizga ko'rsatib o'tsangiz, men qo'yib olinglar. Ha, xudo xolasa men qo'ydim. Qara. Mana ular ham dvoyka. Ha. Usti pasti pari bilan bulardan ham ko'p keladi, xudo xolasa qizlarga, kelinlarga ajoyib pari bilan. Trend toza. Nima? Xibi, yumshoqqina badanga yoqadi. Buni bahasi? 70 ming so'm. 70. Avo, 90 sotyapman hozir mana shu yerda o'zida.
Yo'q, birinchi kun skidga qo'yacakmisiz? 70 70 ming. Ha, birinchi kun 70 ming so'mga skidga qo'yiladi ekan. 90 dan sotib turibdi hozir. Mana ularni bozorda 190 ming so'm, rosa chiroyli ko'ylagan, har xil rasvetkalari bor. 130 ming so'mdan mana. Ha, bundan birinchi kun ha? Birinchi kun. Obunachilar, Eng faqat arzon birinchi kun narxlar bo'ladi. deyapman. Mana qarang, odam yana ham ko'payib ketadi. Ilhom. Mayli, keloringlar. Qarang lekin. Ishchilarim bilan isbet qilaman. 60 razmerlari bor, katta-katta. Ikkita kissasi ham bor. Mana kissasi yo'q men, kissalari bor, telefon solgani ham bemalol bo'ladigan. Mana. Xudo xolasa ranglaridan ko'p. Mana qarang, keyin razmerlarni ham aytib Razmeri ketdik. 50 dan 60 gacha. 60 gacha razmer. Mana uni 75 ming so'm, 90 ming so'm, 75 ming, 100 ming. Mana sabrim 46 dan 54 gacha bo'ladi. Buni rasvetkalari ko'pdir. Mana salatli svetlari bor, irkistashka svetlari bor. Mana bunday svetlari. Razmeri 46 dan 56 gacha razmer bo'ladi. Rasvetkalari bor. Keyin mana ko'ylagimdan bor mana 120 ming so'mdan ustki pasti pari bilan. Bu 52 dan 60 gacha razmer. Mana 60 razmerlari ham bor, ishtoni bilan. Har xil svetlari bor. Faqat Keyin mana ular bor. skidga birinchi kun bo'ladi, keyin narxi yana o'zgaradi, Albatta, Ilhom. narxi o'zgaradi. Xudo xolasa Doim har hafta sotilgan dushanba kuni skidga qilamiz, xudo xolasang. Ilhom. Xudo xolasa har hafta. Har Hafta birinchi kun. Ova, bir kun foyda qilmasam ham o'zim narxidan sotishga qaror qildim. Mana mashlarim, usti pasti pari bilan 100 so'm. Har xil razmerlar 50 dan 56 gacha razmeri bor. Ularda gullari ko'p. Keyin mana undan bor. Kiran Toshkentniki fabrikniy narsa rasvetkalari bor, keng tikilgan. Mana ishtoni bilan 110 ming so'mdan. 110. Aha, 110 ming. Skidga qo'yib aytibmiz Ova 110. eng arzon narxda, bozor 150 sotyapti. O'zim ham 140 130 sotib turgan narsa. 110 birinchi kun. Ranglarini aytadigan bo'lsam, rasvetkalari ko'p. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bundan ko'p bor. Tagi bor, tugab qolmaydi. Shuni bemalol Manolarim. kelaverasiz hisoblashib. Bu 46 dan 54 gacha razmer bo'ladi. Usti past pari bilan 100 so'mdan. Markiza XB yumshoqqina kiyadi. Obunachilar, kanalimizga podpiska bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Bu toza kanalim bo'ladi, Saidboyda ham. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Zo'roq variant qani? Bular 120 ming so'm. Ha, Bu 54 dan 60 gacha bo'ladi razmerlari. tushundim. Aha. Uzunroq ishtoni bilan, ishtoni ham bor, pari. Buni ham rasvetkalar ko'p Ova, ekan. rasvetkalari bor, xudo xolasa. Kelishaveradi, arzon qilib beraveraman qo'ldan kelgancha. Mana 60 ming so'mlik ko'ylaklarni 55 dan qilib tugatib tashladim. O'zi 2-3 ta qoldik. Xudo xolasa bundan ham yana keladi. Kelaverasizlar, har xil nimalari bor, svetlari. Ilhomning telefon nomerlarini videoda yozib qoldiraman obunachilar. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Shu kelishlaringizdan oldin bir bog'lanib bersangizlar ham bo'ladi. Agar uylaringiz uzoqda bo'ladigan bo'lsa, obunachilar. Sababi odam ko'p keladi, bilasizlar, skidka bo'lsa, shu uchun tom bo'lib qolishi mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar uchun qo'ldan kelgancha shu harakatdamiz. Hurmatli yurtdoshlar, Ilhom obzor uchun katta rahmat. Rahmat. Ishlaringiz omad, savdoza baraka. Like bosinglar. Like bosib qo'yib, toza kanalimga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Xayr, sog' bo'ling. Bozorda.